Odam bolasi Allohning izni bilan bu dunyoga keladi va ko'p narsaga o'zini mehnati bilan erishadi. Allohning irodasi bilan kelamiz. Lekin qo'lga kiritadigan narsalarimiz odatda o'zimizning sa'y harakatlarimiz bilan ham bo'ladi. Ammo dunyoda shunday bir g'animat va bebaho bo'lgan ne'matlar ham bo'ladiki, ularni sotib olib bo'lmaydi, ularni o'rnini dunyoni boshqa ne'matlari bilan ham to'ldirishlikning imkoniyati yo'q. Ana shunday ne'matlardan biri bizni kamolimiz, bizni kelajagimiz, biz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan, bizlar uchun borini bergan, o'zini jonini da fido qilishlikka tayyor bo'lgan ota-onalarimiz, ularni bizlardagi haqlari. Bularni topib bo'lmaydi. Ota-onasi hayotlik paytida inson qadriga yetmaydi. Ular o'tib qabristonlardan qo'nim topishgandan keyin esa ularni topishlikni imkoniyati bo'lmaydi. Chunki qabristonga borganda otasini, onasini qabrini tepasida turib, otasiga, onasiga qilgan muomalalari birin-ketin xuddi lentadan, video tasvirlardan, video roliklardan o'tgandek o'shalarni eslaydi. Afsuslanadi. Bekor qilgan ekanman o'shanda. Hozir hayot orqaga qaytadigan bo'lsa shu ishlarni qilmasdim deydi. Bu tavba bo'ladi. Shu ayni tavba, afsuslanishlik, nadomat qilishlik, adamlar bo'lganlarda falon qilardim, oyimlar bo'lganlarda fiston qilardim degan so'zni o'zi ularni haqqilariga yaxshilik, inson o'zini tuzalishlik yo'lida davom etayotganligini belgisi bo'ladi. Adamlarni, oyimlarni urib, ularni qahrlarni keltirib, Xudoga shukr, yaxshi ham shunaqa qilgan ekanman desa, u badbaxt farzand u. Unday farzand solih hisoblanmaydi. Solih farzand o'zini doimiy holatda analiz qilib yuradi, o'zini doim tekshirib yuradi. Men qanday farzandman deydi. Allohdan so'raymiz, Robbimiz o'zi bizlarga otalarimizni, onalarimizni xizmatlarini qilishlikda kuch-quvvat bersin.